yoki bitta o'zingiz aytib o'tasiz, kelgan vaqtingizda qayerlaringizda sochingiz bo'lgan? Qosh, kiprik, soqol qanaqa holatda bo'lgan? Kelgan vaqtim soch yo'q edi umuman. Umuman yo'q edi. Soch, qosh, kiprik ham o'zi tushib qolibdi, to'kiladi. Soqol yo'q edi, soqollar ham ancha yaxshi. Soch Hozirgi holatga kelgunizcha qancha vaqt o'tdi shundan? 6 oy. 6 oyda mana shunaqa tiklandi. Hali butunlikcha tiklanmagan joylarimiz bor. Tepadan qarata qolamiz. Hali chiqish jarayonida hozir operativ ko'rgan vaqtimizda hamma joyda mayda sochlari bor. Bu joylar ham to'lib ketadi hali. Qachonki bemor asabiy zo'riqishlarni kamaytirsa, davolanishda natijaga tez erishadi. Agar qachonki yuqorida aytilgan masalan ko'p asabiylashish, kamol qilishga o'xshagan holatlar ko'payaversa, natija biroz kechikadi normasiga nisbatan. Hozirgi holati ko'rib turibsizlar. Sochsiz insonni bu holatga kelgancha bo'lgan davrida ichki kechinmalarni eshitsalaring yoki shuni o'rniga rolga kirgizlaring tasavvur qilib ko'rsalaring bilasizlar, chunki juda ham qiyin. Psixologik bosimlar, atrofdagi insonlarning savollari yoki o'zini davralardan olib qochish yoki umuman bitta xonaga kirib bitta o'zi o'tirishni xohlab qoladiganlar bor. Shunaqa holatga kelmasligi uchun boshlang'ich bosqichida murojaat qilish kerak yoki tanish bilishlarda yoki qarindosh urug'larda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ortiqcha savol berish kerak emas.